faoliyati ishtirok etganda ularni miqdorini aniqlash. Kislota asosli titrlash usuli bu kimyoviy analizning klassik usuli bo'lib, ma'lum hajmdagi anolit eritmasidagi kislota yoki asos miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu usulda kislota va asosning bir-biriga ta'siri asosida ularning konsentratsiyasi o'lchanadi. Asosiy tamoyillari 3 ta: neytrallanish reaksiyasi, titrlovchi eritma va indikator. Birinchisi neytrallanish reaksiyasi kislota ionlari va asos ionlari o'rtasida reaksiya asosida ishlaydi. Titrlovchi eritma ma'lum konsentratsiyali kislota yoki eritmasi ishlatiladi, masalan, xlorid kislota yoki natriy gidroksidi. Uchinchisi indikator. pH o'zgarishini aniqlash uchun indikator qo'shiladi, masalan, fenolftalin yoki metil qizili. Titrlash turlari 3 xil. Asosni kislota bilan titrlash, kislotani asos bilan titrlash, aralashmalarni titrlash. Asosni kislota bilan